uyda oyoqdan sement qilgan yaxshimi, burchakka qilgan yaxshimi yoki metr so'mi? Men sizlarga hammasidan ham foydali bo'lgan asfalt tavsiya qilaman. Asfaltni zo'r tomoni odamga, ya'ni qishki sovuqdan, yozgi issiqdan saqlaydigan bo'ladi. Odamda oyog'iga, yuz sog'lig'iga foydasi bo'ladi. Ushbu xonadonimizga, ya'ni fayzli xonadonimizga o'pshi akalarimiz 300 kvadrat metrdan, ya'ni 5 sm qalinlikda uklonlargacha chiroyli qilib akalarimiz cho'tki qilib berishgan. 2 yilga garantiya berishar ekan, ya'ni og'zaki bas dokumentalniy bo'lar ekan. Agar biron narsa bo'ladigan bo'lsa, bepulga servis qilib bepulga qilib berishar ekan. Agar ko'cha tomonga keladigan bo'lsak, ko'cha tomonni ham akalarimiz 5 sm qilib berishadi. Mana bunday holatda 30 tonnali mashinani bemalol ko'taraveradi deyapti. Kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak, xonadoningizga qildirmoqchi bo'lsangiz, 60 ming so'mdan 65 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Agar ko'chaga qilib beraman desangiz, 1 tonnasining narxi 600 ming so'mdan 650 ming so'mgacha bo'lar ekan. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustonovka, servis, o'lchash xizmatlari mutlaqo bepul. Kimgadir qizig'i bo'lsa, bu ishlarni maxsus asfalt jamoasi qilib bergan. Agar foydangizni oldim sanang, zo'r qilib bonuslarni qilib berishadi.